حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. Yeremiyo kitobi 29-bob 11-oyatda shunday deyilgan: Axir men sizlar to'g'ringizda tuzgan rejalarimni bilaman, deb aytdi egamiz. Bu rejalarim sizga kulfat emas, farovonlik olib keladi, yorug' kelajak va umid beradi. Ushbu oyatdan kelib chiqib, ba'zi ayollar turmushga chiqmaslikni o'zlari uchun ne'mat deb biladilar. O'zingizga ham ma'lumki, rohibalar va ba'zi ayollar turmushga chiqmaganlardan juda baxtiyordirlar. Buni o'zlari uchun ne'mat deb biladilar. Islomda ham shu kabi holat mavjudmi? Agar yo'q bo'lsa, unda bu kabi noto'g'ri tushunchadagi ayollarga qanday maslahat bera olasiz? Qur'on bu borada nima deydi? Singlimiz Yeremiyo kitobidan savol berdilar. Ba'zi ayollar turmushga chiqmaganlardan baxtiyor bo'ladilar. Ular o'zlariga turmush qurishni harom qilib olishgan. Ularga qanday maslahat berish kerak? Qur'on bu borada nima deydi? Singlim, Islomda rohibalik yo'q. Butunlay tarki dunyo qilish mumkin emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nikoh bu mening sunnatim. Kim mening sunnatimdan yuz o'girsa, mendan emas deganlar. Shaxsan men nikoh qurishni juda muhim deb hisoblayman. Kim mening sunnatimdan yuz o'girsa, mendan emas deganlar. O'zlarini baxtiyor hisoblaydigan o'sha ayollarga keladigan bo'lsak, siz bunda rohiba ayollarni nazarda tutyapsiz, shundaymi? Ha, rohibalarni. Agar statistikaga nazar soladigan bo'lsangiz, tarki dunyo qilgan ruhoniylarning, ya'ni rohiblarning maxsus statistikasi shuni ko'rsatadiki, Angliyada 60% dan ortiq ruhoniy, rohib va rohibalar noqonuniy jinsiy aloqa, zino bilan shug'ullanishar ekan. 6% dan ortig'i esa bir jinsiylik bilan shug'ullanishar ekan. Yana qanaqangi turmush qurmaslik haqida gap bo'lishi mumkin? Tibbiyot nuqtai nazaridan bu ilojsiz narsa. Fiziologik jihatdan erkak va ayol butun umr turmush qurmasdan, jinsiy ehtiyojini qondirmasdan yashashi ilojsiz. Sababi jinsiy maylni qo'zg'atuvchi gormonni jilovlash qiyindir. Tashqi tarafdan u o'zini turmushga chiqmagan qilib ko'rsatishi mumkin. Aslida esa buni iloji yo'q. Agarda statistikaga nazar solsangiz, shunga guvoh bo'lasiz. Shu sababdan ham protestantlar ruhoniy oila qurishi mumkin deyishadi. Biroq katoliklar, cherkov otalari va rohibalar oila qurishlari mumkin emas deyishadi. Lekin muqaddas kitobning hech qayerida sen turmush qurishing mumkin emas deyilmagan. Iso Masih alayhissalom uylanishdan qaytarmaganlar. Shu sabab ham Islomda nikoh muhim ahamiyatga ega. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kim mening sunnatimdan yuz o'girsa, mendan emas deganlar. Umid qilaman savolingizga javob bera oldim. Ha, faqat menda yana bir savol bor. Iso Masihning ikkinchi marotaba qaytishiga ishonasizmi? Singlimiz Iso Masihning ikkinchi marotaba qaytishiga ishonasizmi deb savol berdilar. Ha, men ishonaman. Bu haqida Bibliyada aytilgan. Qur'onda ham Iso Masih yerga qaytishi bayon qilingan. Ammo Iso Masih qaytishining hikmati nimada? Alloh taolo Qur'oni Karimning Niso surasi 158-oyatida marhamat qiladi. Balki uni Alloh o'ziga ko'tardi. Ya'ni u zot tirik. Payg'ambarlar orasidan Iso Masihning ergashuvchilari adashib, u zotni xudolikni da'vo qilishda ayblashdi. Qolgan payg'ambarlarning ergashuvchilari ularni payg'ambar deb qabul qilgan edi. Hech biri payg'ambarni Xudo deya e'tirof qilmagandi. Ergashuvchilarning noto'g'ri tushunchalari bois ham Alloh taolo Iso Masihni o'z huzuriga tiriklayin ko'tardi. Bu haqida Qur'oni Karimning Moida surasi 116-oyatida marhamat qilinadi. Alloh: "Ey Iso ibn Maryam, sen odamlarga Allohni qo'yib meni va onamni iloh qilib olinglar dedingmi?" deganini. U esa: "Ey pokzot, haqqim yo'q narsani men ayta olmayman-ku. Agar aytgan bo'lganimda badaqiq sen uni bilar eding. Sen mening dilimdagini bilasan. Men sendagi hech narsani bilmayman. Albatta sen o'zing g'ayblarni eng yaxshi bilguvchi zotsan." Ikkinchi marotaba qaytish nasroniylarga Iso Masih hech qachon menga ibodat qiling deb aytmaganlari va men Xudoman deb da'vo qilmaganlarini tushuntirish uchun bo'ladi. Matto Injilining 7-bobida shunday deyilgan. Qiyomat kunida ko'plar menga shunday deydilar: "Yo Rabbiy, yo Rabbiy, biz sening noming bilan va'z qilgan edik. Sening noming bilan jinlarni quvib chiqargandik. Sening noming bilan ko'p mo'jizalar qilgan edik-ku." Men esa ularga deyman: "Men sizlarni aslo tanimayman. Yo'qolinglar ey fasod qiluvchilar." Shu orqali u zot ilohlik maqomiga ega emasliklarini aytadilar. Ikkinchi marotaba qaytishlarida bu xato tushunchani to'g'rilaydilar. U zot yer yuziga tushgan vaqtlarida hech kim Iso Masih o'zini Xudo deb e'lon qilgan deya olmaydi. Savolingizga javob berdim degan umiddaman. Tashakkur. Va oxirgi savol. Makka shahri Bibliyada aytilgan muqaddas zamin hisoblanadimi? Makka shahrimi? Ha, Makka shahri Bibliyada zikr qilingan. Zabur kitobining 84-bob 4-7 oyatlarida
Baxtlidir sendan qudrat olgan odamlar, Bakka vodiysini chin dildan ziyorat qilishga intiladiganlar deyilgan. Bakka Makka shahrining yana bir nomi. Qur'oni Karimning Oli Imron surasi 96-oyatida albatta odamlar uchun qo'yilgan birinchi uy Bakkadagi muborak va odamlarga hidoyat qilingan uydir. Ya'ni Bakka bu Bibliyada zikr qilingan Makka shahridir. Savolingizga javob berdim degan umiddaman. Tashakkur. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarning suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.